qilamiz. Shu ham o'zining alohida sababi bor o'xshaydi deb o'yladim. Ishqilib, ammo eng muhimi Po'lat Tursun efendimninki Omaq farzandlarni boshlab bizning bugungi sirdoshlar klubiga yetib kelganligini qizg'in qarshi olamiz. Marhaba. Ishqilib, xushal bir kayfiyatda programmamiz davom qilyapti. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, shu topda diqqatingizni bo'layotgani Okean televiziyasining sirdoshlar klubi programmasi. Bizning shuarimiz Ko'ngillarning aromi. Bizning shuarimiz ko'ngillarning aromi sirdoshlar klubi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rman do'stlar, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hammamiz bilib turibdik. Shamsiya ota-onasining ham emas, xalqning farzandiga aylanib ketgan bir qiz. Masalan, bir naqshchi bo'lsin yoki bir riyosatchi bo'lsin, hammamizning o'zimizga tushliq tomoshabinlar bo'ldi-da. Masalan, ya yoshlar bo'ldi, ya o'rta yoshlar, ya cho'nglar degandek. Ammo Shamsiyaninki Her katlamda. 7 yaşdan 70 yaşgacha desakmi ortiq ketmaydi demoqchi bo'lsa. Odatda demaydi bunday gaplarni. Bugun qo'ygan. Voy bugun demagan gapni qachon deydi endi? Bu sirdoshlar klubi. To'g'ri. Bir şey deydi, xo'sh. Shunga bundan keyingi ishlarga texmi utuq, salomatlik tilash bilan birga sizni o'g'lim ikkimiz bek yaxshi ko'ramiz. Biz bu yerda Shamsiyaning oilasidan ait suyunish bilan birlikda bularga yana mangulik baxt tilaymiz. Mangulik. Rahmat. Program gruppasiga hammalarga rahmat. Bayan Munir adamninki yaxshi gap so'zlar bilan bir so'g'i bergantinglar. Hozir yana bir katta so'g'ini berdinglar. Biz yo'ldoshim bilan o'g'lim uchimiz ekranda birga bundoq turib baxmagan. Shunga bizning birga baxtli turgan altimizni meningcha nurg'unlagan oq ko'ngil kishilar ko'rishni xohlaydi deb o'ylayman. Shunga shu ko'rinishni ko'pchilikka baxsh etgan barliq mushu program gruppasidagi xizmatchi xodimlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmat. Buna xo'sh qarindoshlar, endi bilatlarni bu masalalar uchrashishimiz bizga nisbatan intayin g'animat. Uning ustiga yaxshi bir riyosatchiniki suhbatiga yarashtirib, uning yo'ldoshining muhabbatli kuylari bo'lsa, balkim oltin uzuki yoxud ko'zdek chiroyli yarashib kelgan bir ish bo'ldi. Albatta. Shuningga navbatda qiyiqas cho'qanlar bilan Po'lat Tursun efendimninki güzel xonimiga, jumladan ekran oldidagi barliq jup qadrdonlarga atab etgan bo'ldiki, chiroyli narsa. Aydın keşlerde baktım yolunga, sana bağladı eren atılıydım. Aydın keşlerde baktım yolunga, sana bağladı Renatallıydı Koyaş teptini Eğilip kolumga Etkan akşamni Seher anlıydı Koyaş teptini Eğilip kolumga akşamni seher anlıydı Nakşa kalbimni kulumga etkan akşamın geldi elçisi Sıva avazın her gün kulağımda
anlar nakşanı elinin barçesi zilva avazın her gün kulağımda anlar nakşanı elinin barçesi. Aydın keşlede baktım yolunğa sana bağlardım renat halleydim aydın keşlede baktım yolunğa sana bağladım renat halledim Kuyaş teptini elip kolumğa etkan akşamı seher anlıydım Kuyaş teptini elip kolumğa etkan akşamı seher anlıydım etkan akşamı seher anlıydım seher anlıydım. Kulaklarındaki gitar bilen o'rlab bergan ajoyib chiroyli mo'ngluq melodiyasi Şemsiye adamga yarg'ini turg'anli gap bizga ait yarab ketdi ya. Texmi baxtli ko'pdan. Ha. Menga baxtli bo'linglar. Menga baxtli bo'linglar. Şemsiye adam azroqli bir ishlar bilan xush bo'ladi. Ha? Kichikgina bir qopiliqlar olib qolsa, jabda bir xil ko'ngli yerim bo'lib ketadi. Ko'ngilmi shunchalik bir yerda amaliyotda. Chiroyli she'rlarimiz bor. Ko'ngil gulshan, ko'ngil g'azina, ko'ngil sharbat, ko'ngil odam, olam, ko'ngilga gar, karamlik, ham go'zallik bo'lsa har dam deydigan. Marhab. Şunlaşqa hammamizning ko'nglimizga shunday go'zalliklar, karamliklar yor bo'lsin. Har vaqt ko'nglimiz ko'tarangi bo'lsin. Qarindoshlarimizga ko'ngil ozodligi, ko'ngil ustunligi ato qilishni unutib qolmaylik do'stlar. Rahmat. Sizlarga bir qitim rahmat aytaman. Endi Po'lat bilan ikkimiz 99-yildan boshlab hozirgacha 18 yillik musofani besib o'tdik. Cho'ng bo'lgan sir his qildik ekanmiz. Muhabbat degan eng yaxshi muhabbat hamroh bo'lishgan. Eng yaxshi muhabbat yiqilgan vaqtda qo'lingni ber men bor deyishgan. Eng yaxshi muhabbat biz muhtoj bo'lgan vaqtda anglashni xohlaydigan yiqimli so'zdan birsi ekan. Amaliyotda eng yaxshi muhabbat yinimizda ekan. Qadrlashni bilsak, bizning hayotimizda xo'shallanarli ishlarni aytib ko'p bir-birimizga hamdam bo'lib, yordamda bo'lib o'tgan vaqtlarimiz ko'p salmoqni egallaydi. Onun ustida ham ishkilimizning ota-onamiz yo'q, farzandimizni beqib cho'ng qilish jarayonidami nurg'un issiq sovuqlarni beshimizdan o'tkazdik. Uningdan boshqa yana bo'ron chapqin bizga tegdi. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mush kunda mayli mush sahnada bo'lsin yoki turmushda bo'lsin, billa turg'unimizning o'zi g'animat. Men barliq muhabbat egilarining muhabbetining mangulik bo'lishini, bo'ron chapqinlarga bardoshlik berib, oxirigacha manba deb birga yashashini umid qilaman. Mush munosabat bilan ham qandaqli xizmat qilsam, izchil turda qo'llayotgan, anan keyin mening yetarsiz-liklarimni qabul qilib, to'g'ri tushunayotgan yo'ldishimga, ham yo'ldishimning uydagi qarindoshlarim, qiyin aka, qiyin adilarim, hamda ataq qizlar tushundirish uchun shunday dedim. Ular mening o'z aka, o'z adilarim hamda. Ularga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Rahmat. Oğlumga rahmat bizga mehr muhabbatlik ailemizning texmo
xushalliq to'lishi uchun kuch chiqarayotgan o'g'limga rahmat. Endi müşahada bir ekran orqali Şemsiye'nin hazırgıcı bo'lgan eng yaqin bir sirdishining ko'ngil so'zlarini anglab baqsaq degan umidim bor. Bo'ldi, qani, baraman. Dostum Şemsiye bilan balalik vaqtlarimdan tartib ta hozirgacha 30 necha yillik do'stlik hayotimizni besib keldik. Bu 30 necha yildan buyangi do'stlik munosabatimiz bizning qarindoshlik munosabatdimi bakrak cho'nqur bo'lib ketdi deb o'ylayman. Dostum Şemsiye hayotimdagi mening eng qimmatli boyligim. U o'zining vafodorligi, oq ko'ngilligi, mehribonligi bilan butun xalq ommasini, butun do'stlarimizni ta'sirlantirib kelyapti. Dostum Şemsiye mayli axloq jihati bo'lsin, mayli odamiylik jihati bo'lsin, mayli kasbiy jihati bo'lsin, do'stlarimizning orasidagi bir o'g'inish ulgimiz. Şemsiyening ta'sirli ish voqealari bahjiq, so'zlab tugatgisiz. Chunki Şemsiyening mush xalq orasidagi har xil ish izlari xalq ommasini, mayli bizni, mayli urug' tuqqanlar bo'lsin, har jihatdan ta'sirlantirib turdi. Do'stlarimizningki qandoqli ishi bo'lsin, har jihatda ulgu bo'lib turdi. Oxirida do'stim Şemsiyening bundan keyingi ishlarga utuq tilayman, teniga salomatlik tilayman, oilasiga baxt tilayman. Rahmat. Şemsiye adam yana yig'ladi. Men dedim-ku, mushunchilik bir ta'sirli ishlarmi Şemsiye adamni yum yig'latqizib yetalaydi. Nima ish qilasiz Şemsiye adam? Sababi? Chunki mundaq ekanchu, odamligi atrofidagi qimmatli narsalarni mol dunyo bilan yoki mansab bilan har xil ishlar bilan o'lchishi mumkin. Lekin mening nazarimda eng qimmatli boylik, mehr muhabbat, qarindosh, do'stlik. Mening atrofimda bak esil do'stlarim bor. Mening bak do'stim ta'lim bor. Bak esil do'stlarim bor. Gulshan mening endi do'stlikdan qolqib ketgan qarindoshlikqa o'tib ketgan do'stim ham uzun yillik. Shuningga o'xshash men har vaqt madad beradigan, yuragimdagi kamyalarni to'liqlashga har vaqt tirishadigan ajoyib esil do'stlarim bor, ajoyib esil xizmatdoshlarim bor, qarindoshlarim bor. Shunga do'stlik deganning ajoyib muhim qimmatli boylik ekanligini odam cho'ng bo'lgan sari bak his qiladi ekan. Shunga yana bir rahmat davasam atrofimdagi do'stlarimga bək minnətdarman. Chunki men muhtoj bo'lgan vaqtimda men bor deb keladigan bakchiq do'stim bor. Men faxrlanadigan narsalarimiz sanoqli bo'lishi mumkin hayotimizda. Chunki qo'rqmay turib faxrlanadigan. Men shu do'stlarimdan qo'rqmay turib faxrlanaman. Mening menda do'stlarim bor deb faxrlanib turib deyalayman. Bugun biz yana davomli Şemsiye adamniki qandoq do'stlarning borligini ko'rib boqaylik. Bir necha vaqtlar bilan bir yurish axborotchi ustozlarimizdan Gulshan Sultan, bizningki mushu axloq fazilat qobiliyatdan boshqa ayollik nazokati jihatda hammamiz o'zimizga ulgu qildigan suyimlik hadi do'stimiz, kasbdeshimiz, ustozimiz Şinjan televiziya stansiyasi iqtisod turmush kanalininki muharriri, undan keyin bir qancha programmalarning film ishlaguvchisi, rejissyori, nayt qobil axborotchi. Turmushda bo'lsa onun qaysarligi, onun odamiyligi men izchil turda ta'sir qilib kelyapti. Mehr muhabbati bilan men hadilik, do'stlik majburiyatini o'tab meni ta'sirlantirib kelyapti. Suyimli Gulshan Sulton adam, rahmat. Gulshan Mehmet Tursun, Gulshan bizning to'yimizdagi qo'ldishim. Uyu. Bunday qaylar bor. Undan keyin Gulshanning kasb jihati men nayt qo'l qo'ydigan nayt iqtidorli riyosatchi bo'lib qolmay, odatda turmushda do'stlarning orasida eng halqiliq paytda maydisini kerib o'tirib chiqa oladigan o'g'il boladek ro'yi bor. O'g'il boladek ro'yi bor bir qiz. Do'stlikqa bak yaraydigan, bu endi bu do'stdan ayrilib qolsa odam hayotida eng zo'r o'kinish hisoblasa bo'ladigan bir do'st. Mana, men sakinaga chiqmagan bo'lsangiz Gulshadan bunda chiroyli gaplarni anglash fursatini qo'ldan berib qo'yatasiz. Qani, nimaga qarab tursiz? Bo'yningizni kenishkingizni elevitingda Şemsiye adamni ching'ida bir quchoqlar.
Onun başqa Gülşen adam yana shu topda biz ishtirok qilayotgan Okean televiziyasining mazkur programmasininki rejissyorlik vazifasini ustiga olgan ait talantli axborotchi ya. To'g'ri. Rizvongul adam Rizvongul adam o'zimning Hamda adisi. ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz tanıydı. Rizvongul adamni nihoyat qobil axborotchi, film ishlaguvchi, riyosatchi deb tanıydı. Lekin biz xizmatdoshlar va uning atrofidagi do'stlari Rizvongul adamni bağanlı yerге xushpuroq tarqita oladigan, kulki tarqita oladigan, mehr muhabbat tarqita oladigan, har qanday ziddiyatni aql parasti va mehr muhabbati bilan yeshib yeta oladigan, har qanday qiyinchilikni izlab basaqla hal qilib bera oladigan, ham vaqtini, zehnini do'stlariga, qarindoshlariga berishni xohlaydigan, o'zining ishidan bakrak muhim ko'rib qiladi. Hamda rahmat bilan ifodalab bo'lolmayman. Rizvongulada sizni bek yaxshi ko'raman, sizdan bek minnatdorman. Rahmatliman. Rahmat. Dilraba hamda iqtidor bekchiq. Mayli naqsh yetishdi bo'lsin, boshqalarni do'rashdi bo'lsin. Ishqa bu bek iqtidorliq biz shunday qo'l qo'yamiz, undan she'r yozdiramiz. Dilrabaninki marhum dadimizmi dangliq shoirdi. Shu Dilrabada shu udumba, undan boshqa hamda bu iqtidorlardan boshqa Dilrabami odatdagi inkası bəktiz. Anındaki məsələlərə nisbətən bizlik məsəl öpkümüz yox, qıb qoyulğan işlərimiz var Gülşen'in işkimizin. Hem bizden qeyrindaşıq ayınıp ketken yaxşı gördüğün sınlımız. Şunçilik yaxşı görmez Şemsiyeni. Rahmat. Ailənglər bəxit, xatırcəmlik, teximiz zor utuqlan tilaymiz. Biz hammamiz bek yaxshi ko'rdik biz. Do'stlarimizning do'stlar to'pimizda Munira adami bor. Tetimlik gaplari bilan bizga yo'l boshlayotgan, ba'zida chaqchaq qilib qo'ydigan, ba'zida yaxshi bo'lmagan yerlarimizni tanqid qilib turadigan suyimlik Munira adamimizmi bor. Biz kasbdosh bo'lib qolmay, ham do'st, ham qarindosh, hamshira bo'lib, bir-birimizga ishinib, bir-birimizdan faxrlanib, ko'nglimiz to'q yashayotimiz, do'stlik yashasin degan bormish yerda. Rahmat amallarga. Navbatdagilar qolsalar 3-2-1 deymiz. Sizni yaxshi ko'ramiz degan gapni tan bir davatgan bo'lsak. 3 2 1 Sizni yaxshi ko'ramiz. Mana yuqorida Şemsiye bilan nihoyatda ko'ngillik suhbatlarda bo'ldik, sirdoshlik, muңdoshlik endi programmamizning eng qiziydigan yeriga keldi. Ya'ni bizningki bugungi programmamiz qatnashgan aziz mehmonlarimiz bilan ko'ngillik o'yinlarni o'ynaymiz. Qani kaynimizga bir qarab baqaylik. Programmamiz kerakli bo'lgan mana sahna jabduqlari hozirlanib bo'ldi. Har bir katakchida bizning birdan aziz mehmonimiz ham bizning riyosatchilarimiz o'tirdi, ya'ni o'yin qatnashmoqchi bo'lganlar. Bizning bu yerda A ham B harfi tushirilgan bir taxtı var. Ekrandan ma'lum savollar chiqadi. Savollarga biz o'zimizning xohlig'imiz bo'yicha, o'zimizning xohishi bo'yicha javob beramiz. Yoki A'ni tanlaymiz yoki B'ni tanlaymiz. Mana shu vaqtda ko'pni tanlaganlar, masalan, A javobni o'xshash tanlab qolgan 4 odam bo'lsa, B javobni tanlab qolgan 1 odam bo'lsa, 4 odam yengen bo'ladi. Wow. Ko'p sonliqlar yengen bo'ldi. Yana bir askartish, bu yerda bir jazo bor. Puturib qo'ygan qarindoshimiz ustalga kelib, qarindoshlar uchun tayyorlangan oliy ichimliklarga ig'iz tegish burstiga musharraf bo'ladi. Birinchi savol, 2-oyning 14-kuni, ya'ni oshiq mashqlar bayramini qanday o'tkazishni xohlaysiz? A. Yaxshi ko'rgan odam bilan birga tabriklayman. B. Kitob o'qib o'tkazaman. Wow. A. Hammaylar yaxshi ko'rgan adam bilan birga o'tkazishni xohlaydi. Yaxshi. Ikkinchi savol. Kitobni har vaqt o'qisak bo'laverdi. Shunday. To'g'ri. Uni cho'qim bayram qilib qo'ymasaqmi bo'ladi, shundaqmi? Riyosatchilarning e'lonlariga chiqishi qanday qaraysiz? A qo'llayman, B qo'llamayman. Qani, ifodanglarni bildiringlar. B qo'llamayman, shu qo'llamayman deydi. Shimsiyada. Men Şinjan televiziya stansiyasida ishlayman. Stansiyasining qarori qanday bo'lsa, men demak Şinjan televiziya stansiyasida e'longa chiqsa bo'lmaydi deydi. Biz sizni to'liq to'g'ri tushundik, rahmat. Lekin siz yuksak osonlik bulusibdingiz bilan jazoga uchraydigan bo'ldingiz. Qani. Jazo emas. Hisobda sizning tanlashingiz osonlik bo'lganligi uchun hamda navbatdagi ichimliklardan biriga eg'iz tegisiz. Qani bularning ichida qaysi ichimlik sizga yaraydi ekan? Ani ben Türkan seni. Jazomu yoki udlumnikini olay. Mukofotmi, ha? Sheymi? Ha. Oy. Oy, bek
Yo Allah, yo Bu rayur Allah. oydan qaraganda huzurlu Pul bayga, su sayga deb Şemsiye adamga eng yaxshi narsa ha. Ko'laka, ko'laka. Voy, Voy voy. ko'laka. Yurakka naqvadi ya. Naq yurakka yaqindir degan. Dedi qani unaqa qilsam. Qiz do'stingiz yoki o'g'il do'stingiz sizning undidor paranglashish xotirangiz anglashni talab qilsa, qo'shilamsiz? A. Qo'shilaman, B. Qo'shilmayman. Oy o'g'illarning hammasi ishpatsida kiniq bildirdi. Oy Po'latdan yaxshi. Po'latning ishpatisi boshqacha. Mecburlandım deydi. Bunu da qilsa B. Ya'ni qo'shilmayman deguchilar 2 nafarga. Bu 2 nafar qarindishimizni bizniki jazo maydonimizga taklif qilaylik. İşke saxta riyosatchini. Sizlar osonlik bo'lganligingiz uchun Nima ish qo'shilmaysizlar? Çünkü Şemsiye adam bilan Polat kanada koşulsa bo'ldi. Çünkü ular araya. Bundan da kız dostu bilan o'g'il dostu. ularning javobini asosi Bu mu to'g'ri asosi bor? Ha, shunday qilsinlar qilgina ya, inomlar. Qiz do'stingiz uchun ha? O'sha achchig'ini chiqirdigan bir achchiqdan birisi. Ha, qani 3 2 1 Ver. Mana da. Mushuning cho'qim tam yaxshi. Laymondek his qildim. Ya ko'kis sharbitida. Mana Ko'kis sharbitimiki deyman bu. o'ylik bekdas tushdi. Nimiki? Limon. Limonsi to'g'ri-ku. Mana nimiki? Muhmudim arnaşma mı bu? Ya aslında çökmesi bak ya. Tuzga asli. Bir yer kılı bir Aş aslığa çıkılmay durup, bıdırlatmay durup. Ben oğlan üstüne çile. Oxirgacha. Oxirgacha. Oh! Ha. Bek sen Ha bo'pti, 2 jutum. Ha bo'ldi. Yengangni pura. Yengangni pura, yengangni. Bo'lgan so'rimiz qaytaylik. Buldum. Savol, riyosatchi uchun nimani bek muhim deb qaraysiz? A. Kasbiy sapa, B. Universal sapa. Boshlandi. A. Kasbiy sapa, B. Bo'lmaydi. Universal sapa. Kasbiy Riyosatchi sapa, uchun B. nima Universal sapa. muhim? Uyman mas'uliyatchan javob bermasam bo'lmaydi, ishkilisi muhimda. Undan Ya, sonra birsin tanlang. Birsin Bir çok talash qildirdi. to'g'ri kelganda. eng muhimi. Kasbiy sapa muhimmi, universal sapa muhimmi? A. Kasbiy sapa, B. Universal sapa. Universal sapa. Chiqina. Hammasidan o'xshash chiqdi. Ha, yaxshi. Bo'ldi, o'tkazib to'q. yo'q. Yaxshi. Yana ikkinchi savol. İlk savol. Doim boshqalarning nima deb qiladigan bahosiga e'tibor beramsiz? A. Ha, B. Yo'q. Voy nima desa Şemsiye adam ha deydi o. Sayın başkalarının. Gap qildim. Şemsiyadam Sebebi? ustoq. Biz e'tibor bermaslikka tirishimiz, ashta bo'lishni xohlaymiz, lekin e'tibor beramiz amaliyot. Buldum. Qilmaslar. Kene unak olsa. E'tibor berganliginiz uchun. Lekin rost e'tibor Rost e'tibor beramiz çünkü biz o'zimizga vakillik qilmaymiz, xalqqa vakillik qilamiz. Shunlashqa har vaqt bizga tekkan o'qma tang bizning obrazimiz bilan birga bizning atrofimiz bilan obrazga ta'sir etkazishi mumkin. Shunlashqa doim boshqalarniki ko'z qarashlari bilib bilmay bizga ta'sir qilib qoldi. Mani issingiz ziyon tutmaysiz. Ben Bo'pti. Baş aşkısı yaxshiroq. Do'stim deb o'ylayman. Do'stim ko'rsatgankin zar bo'lsin. Ichman u ishini men. Lekin o'ylaydi ha. Mayli. Mau aşkısı yaxshiroq. Açray da. Tuz suyumiki deyman. Mashina cheksam bo'lar? Nimika? Nimaga? Tuz suyga. Abi ishga ko'la yo'qlik bo'ldi hozir. Eng oxirgi savol. Eng oxirgi savol ha? Ailangizda iqtisodning kim tarafidan boshqarilishini xohlaysiz? A. O'zim, B. Qarshi taraf. Oilangizda iqtisodning kim tarafidan boshqarilishini xohlaysiz deydi. A. O'zim, B qarshi taraf, B qarshi taraf, B qarshi taraf. A. Buni o'zim tutaman. Qani alqam sahnimizga marhamat. Qani. Yaxshi. Yok bunu da işte kalmadı değil mi? Jamani. Nimishqa o'zdan boshqarma deb o'ylaysiz? Çünkü ben tek toy kılmışsam. Ya bu hafta bulmuşsam. To'y qilganga Maya. Men qarshi taraf degan bo'lsangiz patiqada to'y qilatdingiz asli. Aynı kadar başlamasın ya. Ha. Ha, maman. Aqta saqlanib üstüge. A yaxshiroq miki deyman. Ta. Ash cho'qim ochiq suv. Size gösterken ne? Hey. Süteycim. Mush cho'qim ochiq suv miki deyman. Uni ichmasa mau cho'qim tetim suv bo'lishi mumkin. Men anladim o'zi. Voy can. Nimika tetim suv miki ochiq suv miki? Açık su. Ochiq suv. Valla nemi kılgan bu etti? Bo'ldi, uni zo'lab cheksa og'rib qolgan. Ma programdan. Yaxshi.
Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar, balkim sizlarga bu o'yin intayin qiziqarli tuyulgan bo'lishi mumkin. Biz o'ynash jarayonida hayotimda nurg'ulgan mushundaq bir ishlarga yo'liqimiz. Mening cho'g'an chaqda biz cho'qim o'zimizniki ko'z qarashimiz bo'lgan, o'zimiz mustaqil bir fikrlik inson bo'lib yashashimiz kerak. Onun ustiga ideyamizni ham boshqalar Tangmasligimiz kerak. Atrofidagi qarindoshlarningki ideyalariga, qarashlarga hurmat qilishini umid qilamiz. Bugun hammanglarga minnatdorlik tuyg'urimni ifodalagim keldi. Hammanglarga rahmat. Shu bilan bir vaqtda boshlang'ich maktabdan tortib oliy maktabgacha barliq ustozlarimga rahmat aytaman. Xizmatga chiqqandan keyingi menga yo'l ko'rsatgan ustozim Munira G'upurga va rahbarimiz Muhammad Ali Abduz apandim va stansimizga barliq rahbarlarga, qarindoshlarga, xizmatdoshlarga rahmat aytaman. Shu bilan bir vaqtda texim rahmat aytadigan bir jup odamim bor. U bo'lsa-mu meningki ota-onamning yo'qligini bildirmay, turmushda, hatto mush o'g'limni cho'ng qilishda bana anılık mecburiyetini ötep anılık mehrini bergen küçük apamga çin ko'nglimdan rahmat aytaman. Onun yoldaşı Paratkam tağamımı bek rahmetim ba, bek minnettarlığımız ba, bizim bir aile kişilerinin çoğunkur minnettarlığımız ba, bizge atılık anılık mehrini bergeniga çin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Barliq qadrdonlarga, do'stlarga, hammalarga, onun şunun bilan bir vaqtda ikki akam, adam, qarindoshlarım, tuqqanlarimga, hammalarga texmi muhimi izchil turda meni qo'llayotgan, meni yaxshi ko'rgan, muayyanlashtirgan suyimli ko'rmanlarimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar, sizlarning qiziqlik ilgida programmamizga ishtirok qilayotganliginglardan olamcha minnatdormiz. Shu topda dehqonlarni bo'layotgan Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'ygan Sirdoshlar klubi programmasi. Programmamizningki ko'rilish nisbatining ustun o'rinda turishi uchun do'stlarning izchil turda qatnashib berayotganligiga, ishtirok qilayotganligiga minnatdorlik bildirish bilan birga yana do'stlarimizga samimiy eskartimiz. Programmamiz Okean televiziyasining kanalim, teatrim kanallarida o'xshamagan paytlarda diqqatingizlarni bo'ldi. Agarda ko'rish fursatini qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz bo'lsa, ko'zdan terminali orqali bizning programmamizni xohlagan vaqtda, xohlagan joyda bahuzur ko'rishini umid qilamiz. Qanday bo'lsa bahuzur bo'ldi. Krisloda o'tirib Tutunu almab qo'yib, achchiq choyni damlab qo'yib, undan keyin telefonni besib qo'yib, qo'lqig'ini ochtikni sep qo'yib, ko'za bahuzur ko'rgan bo'ldi. Bo'ldi. Javobingiz to'g'ri. Qani 10 numar berilsin, chavak. Bizningki mana shu g'animat paytlarda ko'rinishga ilingan Sirdoshlar klubi programmamiz vaqt e'tibori bilan sizlarga mishada xo'sh demoqchi. Programmamizni yoqtirib ko'rib bergan barliq ko'rman do'stlarimizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bugun qimmatli vaqtini ajratib sahnamizga yetib kelgan Po'lat Tursun oilasiga, ya'ni Shamsiya Abaydulla xonimga, ham shundaqla uning chiroyli hamshirlarga, jumladan bizning qarindoshlarimizning xaridorligini qilib, boshdan oxir programmamizga ishtirok qilgan, boshdan oxir chiroyli tabassumda o'ltirib bergan do'stlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Programmamizni yaqindan qo'llagan Sarkar elektr uskunalari chartisiga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla aziz mehmonlarimizga Philips markasidagi yuqori besimli to'q qozon va Gilanshi markasidagi ko'p iqtidorli g'o'r qozonlarni sovg'a qildik. Yoqtirishlarni umid qilamiz. Rahmat. Riyosachilarning obrazi uchun kuch qo'shgan xiyol kiyim-kechaklariga, shundaqla Razman to'ygirim to'y suratchiligiga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Albatta, bizdagi programmamizdan qimmatini qilib, yaqindan qo'llab kelayotgan mana shuningdek suyimli korxonchilarimizdan buningki korxona taraqqiyotiga texnik ko'p qutuq nusratlarni tilash bilan birga programmamizning ko'rilish nisbatining ustunligini saqlashi uchun bizga yaxshi tilaklarni berayotgan, shundaqla izchil turda qo'llab kelayotgan ko'rmanlarimizga minnatdorlikni bildiramiz. Biz Kingsan programmamizda texnik shadman kayfiyatda texnik qimmatli his tuyg'ularimiz bilan qarindoshlar bilan mana shu sahnaga o'rtoqlashishni xohlaymiz. Do'stlarimizning biz bilan uchrashish fursatini qo'ldan berib qo'ymasligini tovanchilik bilan iltimos qilamiz. Kingsan programmamizni ko'rishgacha xayr xo'sh, omon bo'linglar. Xayr xo'sh do'stlar, xayr xo'sh.